Kiara Advani Hind kinosining eng loyihalarga boy aktrisalari orasidan o'rin oldi. Uning filmlari tijoriy muvaffaqiyatga erishibgina qolmay, tanqidchilar e'tirofiga ham sazovor bo'ldi. Endi u muhim bosqichga yetdi. Ishi uchun tuzukkina gonorar ola boshladi. Kiara o'zining yirik byudjetli toksik dramasi uchun 15 crore rupiy miqdorida gonorar oldi. Bu filmda super yulduz Yash bilan suratga tushdi. Bu uning sohadagi mavqeini yanada mustahkamlaydi. Bu bitim tufayli u Deepika Padukone va Priyanka Chopra singari yetakchi aktrisalar qatoriga qo'shiladi. Ma'lum bo'lishicha, Priyanka Chopra Jonas o'zining Rajamouli va Mahesh Babu ishtirokidagi navbatdagi filmi uchun 30 crore rupiy miqdorida gonorar olgan. Deepika Padukone esa Prabhas hamda Amitabh Bachchan ishtirokidagi Kalki 2898 filmi uchun 20 crore rupiy olishga muvaffaq bo'ldi. Shunday qilib, Kiara Hind kinosining eng ko'p haq to'lanadigan aktrisalari orasida o'z mavqeini mustahkamlab oldi. Kiara Advanining turli kino sanoatlaridagi ketma-ket chiqqan hitlari uning mamlakatning eng daromadgir aktrisalari maqomini mustahkamladi. Ishonchli ijroni tijoriy joziba bilan uyg'unlashtira olgani uni rejissyorlar orasida ham, tomoshabinlar orasida ham birdek sevimli qildi. Advanini Toksikdan tashqari Hrithik Roshan va Kichik NTR bilan Jang 2 filmida ham ko'rish mumkin bo'ladi.